Bizga obunachilarimiz va o'quvchilarimiz tomonidan shu paytgacha eng ko'p berilgan savollardan biri qaysi prop kompaniya ishonchli, qaysi biridan hisob olgan yaxshi, Funded'dan challenge-ga qanday qilib tezroq muddatda o'tish mumkin kabi savollarni berishadi. Bugungi videoda treyderlar orasida eng ko'p beriladigan savollarga javob topamiz. Prop hisob yaxshimi yoki real balans? Prop hisob bu sizga tegishli bo'lmagan, lekin siz savdo qiladigan kapital hisoblanadi. Ya'ni kompaniya sizga hisob raqam beradi, siz esa bu hisob raqam orqali savdo qilasiz va foydadan ulush olasiz. Masalan, siz 100 ming dollarlik hisob raqamda savdo qilishingiz mumkin, lekin aslida siz bu hisob raqamni qo'lga kiritish uchun kichikroq summa to'lagan bo'lasiz. Agar foyda qilsangiz, kompaniya bilan bo'lishasiz. Odatda 70 ga 30 yokida 80 ga 20 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Lekin siz zarar qilsangiz, do'stlar, hech qisi yo'q. Siz faqat hisob raqamga to'langan kichikroq summaga kuyasiz. Buni ham e'tibordan chetda qoldirmang, do'stlar. Real balans nima? Real balans bu o'zingizning kapitalingizni boshqarish deganidir. Ya'ni siz o'zingiz sarmoya kiritasiz va foyda ham, zarar ham to'liq sizniki bo'ladi. Do'stlar, bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bu hisob raqamda prop hisob raqamiga nisbatan psixologik bosim yuqoriroq bo'ladi. Lekin eng muhimi, do'stlar, pulingizni farqli ravishda xohlagan vaqtingizda yechib olsangiz bo'ladi va bu sizdan ancha kam vaqt oladi. Va yana propga nisbatan ustunlik tomoni shundaki, do'stlar, o'zingiz xohlagan brokerni tanlay olasiz. Spread yoqmasa, boshqa brokerga, komissiya yoqmasa va yana boshqa brokerga o'tib ketaverasiz. Prop hisob raqamda esa sizda bunday tanlov yo'q, do'stlar. Oddiy qilib aytganda, spread, swap, komissiya sizga yoqmasa ham, to'g'ri kelmasa ham savdo qilishga majbursiz. Prop hisobning ustunliklari. Birinchisi, katta kapital bilan savdo qilish imkoniyati. Siz kichik pul bilan katta hisob raqamini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu nima degani? Misol uchun, 550 dollar sarmoya kiritgan holatda siz 100 ming dollarlik balansni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aytaylik, sizda mablag'ingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, misol tariqasida 50 dollar. Siz 6 ming dollarlik hisob raqam olishingiz mumkin. 100 dollar bo'lsa, 15 ming dollarlik hisob raqam boshqarish imkoniyatini taqdim etadi. Ikkinchisi, riskni kamaytiradi. Agar siz hisob raqamni yo'qotsangiz, ya'ni belgilangan zarardan o'tib ketsangiz, sizdan hisob raqam olib qo'yiladi. Siz faqat challenge uchun to'langan pulingizni yo'qotasiz. Ma'lumot uchun, challenge hisob raqam bu demo hisob raqam hisoblanadi, Funded esa bu real hisob raqam. Challengedan o'tganingizdan so'ng Funded hisobni qo'lga kiritasiz. Real hisobda esa sizda bunday imkoniyatlar bo'lmaydi, do'stlar. Zarar qilsangiz o'zingizni yoningizdan ketadi. Eng yomon holatda esa, do'stlar, aytaylik, sizda bilim bo'lmasa, bor depozitingizni yo'qotishingiz mumkin. Uchinchi ustunlik, do'stlar, bu psixologik yengillik. Bu nima degani? O'z pulingiz bilan savdo qilish ba'zi holatlarda sizga stress berishi mumkin. Ya'ni tasavvur qilib ko'ring. Yig'ib qo'ygan pulingizni depozit qilib savdo qilyapsiz va maksimal bu kapitalni yo'qotmaslikka harakat qilasiz. Va kunlik zarar bo'ladigan bo'lsa ham uni joyiga qo'yishni xayol qilib yurasiz. Lekin bu kunlik yo'qotishlar tradingda odatiy holat hisoblanadi. Asosiysi oylik va yillik hisoblarni foydada yopishingiz kerak. Ko'pchilik real hisobda ishlaydigan treyderlar esa buni qabul qila olishmaydi. Ты знал? Да. Prop hisob raqamda esa bu bosim ancha kamayadi. Nega desangiz, bu yerda siz savdo qilayotgan pul to'liq sizniki emas. Bu juda muhim psixologik farq hisoblanadi. Real balansda siz har bir ochgan pozitsiyangizni o'z pulingiz bilan ochasiz. Har bir minus sizning cho'ntagingizdan ketadi. Shu sababli sizda ichki bosim paydo bo'lishi tabiiy holat. Siz grafikni xotirjam tahlil qilishni o'rniga ko'proq natija haqida o'ylay boshlaysiz. Agar bu bitim yopilsa nima bo'ladi? Pulim kamayib ketmaydimi degan savollar ong ostida doim aylanaveradi. Prop hisob raqamda esa vaziyat biroz boshqacharoq. Siz faqat challenge yoki hisob uchun to'lagan kichik summani risk qilasiz. Masalan, siz 100 ming dollarlik hisobda savdo qilyapsiz, lekin aslida sizning xavf ostidagi pulingiz atigi 550 dollar bo'ladi. Bu nimani beradi? Eng avvalo, xotirjamlikni. Xotirjamlik esa trader uchun eng katta ustunliklardan biri. Chunki trading bu faqat strategiya emas, do'stlar, bu psixologiya. Agar siz stress ostida bo'lsangiz, hatto eng yaxshi strategiya ham ishlamasligi mumkin. Real hisobda odamlar ko'pincha quyidagi xatolarga yo'l qo'yishadi. Stop lossdan keyin qasos olish, ya'ni yana trade qilish, stop lossni olib tashlash, pozitsiyani erta yopish yoki kech yopish, riskni oshirib yuborish. Bularning barchasi bosim natijasida paydo bo'ladigan hodisalar.
Va bu real hisob raqamda savdo qilganingiz uchun ham bo'lishi mumkin. Prop hisob raqamda esa siz qoidalarga amal qilishga majbursiz. Kunlik yo'qotish limiti bor, umumiy yo'qotish foizi mavjud. Bu sizni majburan tartibga soladi. Siz xohlasangiz ham haddan tashqari risk qila olmaysiz. Bu esa sizni uzoq muddatda stabil treyderga aylanishingizga yordam beradi. Yana bir muhim jihat, siz natijaga emas, jarayonga e'tibor bera boshlaysiz. Real pul bilan savdo qilganda esa treyderlar ko'pincha foydani o'ylaydi. Bugun qancha topdim, qancha zarar qildim degan fikrlar ong ostida aylanaveradi. Prop hisob raqamda esa siz ko'proq quyidagilarga e'tibor berasiz. Kirish nuqtasini to'g'ri topdimmi? Strategiyaga amal qildimmi? Riskni to'g'ri boshqaryapmanmi? Natijada siz professional fikrlashni boshlaysiz. Shuningdek, prop hisob raqam sizga xatodan qo'rqmaslikni va to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatadi. Real hisobda xato qilish bu pul yo'qotish. Shu sababli ko'pchilik treyderlar umuman bitim ochishga qo'rqib qoladi yoki aksincha noto'g'ri paytda kiradi. Prop hisobda esa siz xatoni o'rganish imkoniyati sifatida qabul qilasiz. Chunki sizning asosiy kapitalingiz xavf ostida emas. Bu esa sizni tezroq professional treyder qilishga yordam beradi do'stlar. Xulosa qilib aytganda, prop hisob raqam bosimni kamaytiradi. Chunki siz o'z pulingizni to'liq risk qilmayapsiz. Bu esa sizga xotirjamlik beradi. Xotirjamlik esa to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. To'g'ri qarorlar esa stabil foyda olib keladi do'stlar. Barchasi chambarchas bog'liq. Shuning uchun ko'pchilik professional treyderlar aynan prop hisob raqam orqali boshlagan yoki hozir ham undan foydalanadi. 4-ustunlik, disiplinani oshiradi. Do'stlar, deyarli har bir prop kompaniyada bir xil qonun-qoidalar bor. Bular umumiy yo'qotish foizi, bu 10%, ya'ni umumiy kapitaldan. 10% yo'qotilinsa, hisob raqam sizdan olib qo'yiladi. Bundan tashqari kunlik yo'qotish foizlari ham bor, ya'ni bir kunda 5% zarar qilib qo'ysangiz ham challenge hisob raqam bilan xayrlashasiz. Bu albatta sizning shaxsiy tanlovingiz. Biz sizga yuqorida real hisob raqam va prop hisob raqamning farqlarini keltirib o'tdik. Endi siz o'zingizdan kelib chiqqan holatda real hisob raqamda yoki propni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz boshlang'ich treyder bo'lsangiz va depozitingiz kichik bo'lsa, maslahatim prop kompaniyalaridan challenge hisob raqam xarid qiling. Ishonavering, bu qaroringiz sizni katta ehtimol bilan professional treyderga aylantirishi mumkin. Negaki har kun belgilangan riskingiz mavjud. Umumiy risk ham bor va ularni chetlab o'tish hisob raqamni yo'qotishga olib keladi. Eslatib o'tamiz, aksariyat prop kompaniyalar yangilik paytida savdoni taqiqlaydi. O'ylaymanki, bu ham boshlang'ich va yangi treyderlar uchun kerakli jihat hisoblanadi. Prop kompaniyalar treyderlarni ataylab yiqitadimi? Bu savol juda ko'p beriladi do'stlar. Javob ham ha, ham yo'q. Nega? Ba'zi kompaniyalarda esa katta spread, katta komissiya va qonun-qoidalar shunchalik murakkab va qiyin tarzda tuzilganki, go'yo sizni imtihondan yiqitishga ataylab yo'naltirilgandek tuyuladi. Har bir mayda detalgacha qo'yilgan cheklovlar va noaniq talablar sababli treyder o'z strategiyasidan ko'ra ko'proq qonun-qoidalardan adashib qoladi. Natijada esa siz challenge-ni topshira olmasangiz, ular aynan shu hisob uchun to'lagan pulingiz evaziga foyda qilishni maqsad qilgandek ko'rinadi. Lekin men bunday o'ylamayman. Aslini qaraydigan bo'lsak, barcha talablar treyderning riskka amal qilib ishlashi uchun, psixologik bosimga tushib qolmasligi uchun va eng asosiysi barqaror daromad qilish uchun mo'ljallangan deb hisoblayman. Yaxshi prop kompaniyani qanday aniqlash mumkin? Birinchisi, kompaniya necha yildan beri faoliyat olib borayotganligini bilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, foydalanuvchilarning real fikrlarini eshitishimiz lozim. Va uchinchisi, prop kompaniya shartlari shaffof, yengil va tushunarli bo'lganiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi va qo'llab-quvvatlash tizimi ham esdan chiqarmaylik. Ya'ni sizda muammo bo'lsa, prop kompaniya bu muammoni qanchalik tezlik va aniqlikda hal qilib bera oladi. Bu ham juda muhim jihatlardan biridir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz pulingizni tez yo'qotishni xohlamasangiz, avval prop hisob raqamdan boshlang. Riskni o'rganing, disiplinani shakllantiring, keyin real hisob raqamga o'ting. Agar siz ushbu videodan foyda olgan bo'lsangiz, biz juda xursandmiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va izohlarda yozib qoldiring. Siz prop hisob raqamni tanlaysizmi yoki real balansnimi? Agar siz tradingni professional darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, keyingi videolarni ham o'tkazib yubormang.